Assalomu alaykum. Bu sotsial tarmoq oti konsensus deb ataladi. Uni paydo qilishdan asosiy maqsad odamlarning ichida apros o'tkaziladi. Siz biron narsaga qarshamisiz yoki o'sha tarafdamisiz deb, ayniqsa yahudiylar hozir musulmonlarga qarshi zulm qilayotganga qarshi ovozlar qo'yishlar. Bu butun jahon bo'ylab ovozga qo'yiladi va keyinchalik katta ta'sirga ega bo'ladi. Bu sotsial tarmoqda keyinchalik Facebookga o'xshab o'zi maqola qo'yish, foto, video yuklashlar ham qo'shiladi. Hozircha bu yangi ochilganligi uchun faqat savol-javoblar turibdi. Ya'ni siz 6 soat ishga qarshimisiz yo rozimisiz va shunga o'xshagan aproslar bor va o'zingiz plyusni bosib aproslar paydo qilishingiz mumkin rasmlari bilan, ya'ni ovozga qo'yishlar. Bu sotsial tarmoqqa birinchi ustuvorligi bu yerda senzura bo'lmaydi, ya'ni biron bir narsani cheklash, musulmonlarnikini cheklab, yahudiylarnikiga erk berish, unaqa narsa bo'lmaydi. Ikkinchidan, Facebookda, YouTube'da misol uchun milliardlab pul ishlanadi reklamalar hisobiga. Bu sotsial tarmoqda reklamalar hisobidan ishlangan pullar hammasi tarmoqdagi faollarga taqsimlab beriladi. Ya'ni bu sotsial tarmoq egasi bo'lmaydi, diktator bo'lmaydi va reklamadan tushgan hamma pullar taqsimlab beriladi. O'shaning uchun a'zo bo'lishni tavsiya qilaman va shu QR kod orqali App Store'dan iPhone'ingiz uchun yuklab olishingiz mumkin.